Свет там кыш. Усу безопечно. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qo'shib ham aytib qo'yay. Hozir просто zavtr qilyaptim. Do'stlar, tug'anlar, o'zbek, особенно o'zbek, tojik, qirg'iz yetadi. Yetadi shu onasini emsin Rossiyaga bormanglar, yetadi. Hammasini amiga qo'yib qo'yib chiqib Yevropaga kelinglar. Bo'ldi, yetadi. Nimaga sizlar shunaqa chmoga o'xshab yurasizlar, ha? Почему? Такие это опущенныйsizlar. Nimaga bilad boshqa odamlarga o'xshab bilad Yevropaga kelmaysizlar? Nimaga shu yerga borib dab pul topyapman deganda ozgina g'urur degan narsa bormi? Yo hammanglar dappa bo'lib ketdinglarmi? Ha? Yo bilay xotiningga qo'ling ko'tara olaysan naxoy. U yerda nihuya. Nima bor u yerda bilay? Bog' bormi? Qaytinglar naxoy u yerdan. Свет там кыш. Усу безопечно.